yig'lamay o'qiymiz. Xo'p qizim. Bu meni qizim, o'zi paxtavodli bu qiz. Qizim, kendi yasadingiz sizlar. Xolasi bilan turadi. Yaqinda ham uyiga borib keldi. Ramazonda ham bir bor ziyorat qilib keldi. Juda bir o'zi ko'ngli daryo, qalbi daryo qizim. Har meni ko'rsa yig'lab oladi. Menga rahming kelib yig'laydi shekilli. Yig'lamaymiz, o'qib qizim. Ya Allah, men onamni sog'inganman. Meni onam dunyodagi eng yaxshi ona. Hozir meni onadek mehribon xolam tarbiya qilyapti. Men katta bo'lsam onamga mashina olib beraman va hojiga olib boraman inshaalloh. Bahodir tog'am, Hoji tog'am, Gulya xolamni doim duo qilaman. Ayami siz yaxshi ko'raman. İnşallah bu qizlarimizga yigitlar olmaydi, lekin qizlarimiz balog'at yoshiga yetguncha Alloh bizni jonimizni olmasa hammasini Xudo xolasa hoji qilib, keling opajon. Hoji qilib turmushga beramiz inshaalloh qizim. Quchoqlab olib. Onasi bor ko'ngli oydami? Davralarda yoki to'ydami? So'nggi qator, so'nggi joydami? Orangizda qo'lim bo'lsa edi. Farzandlarim Endi o'tirib olinglar qolganlar.